Assalomu alaykum o'quvchilar. Sog'-salomatmisiz? Yangi darsimizga yaxshi kayfiyatda keldingizmi? Juda yaxshi. Bugungi darsimizda ham har doimgidek siz uchun qiziq bo'lgan mavzulardan birini o'rganamiz. Yangi darsimizning zo'r qiziqish bilan kutayotganingizga ishonaman. Yozib oling. Bugungi mavzu kitobdan yaxshisi yo'q. Bolajonlar, kitob butun borliqni o'z ichiga olgan har qanday ma'lumotni beruvchi va inson ongini shakllantiruvchi bilim manbasidir. Kitob har qanday ma'lumotni, axborotni, g'oyani, bilimlarni saqlovchi va tarqatuvchi vositadir. Shuning uchun ham dono xalqimiz kitob bilim bulog'i deydi. Kitob siz bormagan Robinzon Kruzo tushgan kimsasiz orolga olib boradi. Hali kelmagan kelajak davriga, ya'ni odamlarni bemalol koinot va sayyoralar aro uchib sayohat qiladigan vaqtga yetkazadi. Ya'ni hech kim bilmagan sohangizni o'rgatib, tajribali qiladi. Kitob hayot yo'llaringizni yorituvchi nur. Kitob sizni aqlingizni uyg'otadi, tasavvuringizni shakllantiradi va qalbingizni go'zallashtiradi. Agar siz biror kitobni o'qiy boshlasangiz, kitobni o'qib tugatguncha bilim va fikrlash doirangiz kengayib borayotganini seza boshlaysiz. Shuning uchun azaldan yaxshi insonlar, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga chorlab kelishgan. Siz ham meni jajji do'stlarim, kitobga yoshlikdan mehr qo'yishingiz kerak. Xo'sh, kitob o'qishni necha yoshdan boshlash kerak? Bolajonlar, kitob o'qishni, harflarni tanib o'qishni o'rganishni boshlagan kundan boshlash kerak ekan. Agar bola bog'chada 5 yoki 6 yoshda harflarni o'qishni o'rgansa, demak o'sha vaqtdan boshlab kitob o'qishni boshlash kerak. Kitob o'qishni boshlagan bolalar uchun chiroyli, rangli suratli katta harflarda yozilgan bolalar kitobini o'qish juda ma'quldir. Bola qancha vaqtli kitob o'qishni boshlasa, shuncha tez aqlga kiradi. Bilasizmi? Eng buyuk allomalar ham kitobni o'qishni juda vaqtli boshlaganlar uchun shunday buyuk olim bo'lib yetishgandirlar. Masalan, bobomiz Hazrati Alisher Navoiy 4 yoshlaridan maktabga borib, 10-12 yoshlarida she'r va g'azallar yoza boshlagan ekanlar. Ular 15 yoshlarida butun mamlakatga istedodli shoir sifatida tanilganlar. Bu kitobga oshnolik bobomiz Alisher Navoiyni yer yuzida tengi yo'q mashhur g'azal mulkining sultoniga aylantirdi. O'quvchilar, yana bir inson butun dunyoga tanilgan buyuk tabib alloma bobomiz Abu Ali